Assalomu alaykum bog'bonlar, bog' ishqibozlari. Hozir fikr kelib qoldi. Endi hammani ham 10 so'tlik, 15 so'tlikdan uyog'iga kattalashib ketadigan bog' yo'q. Mahalliy fuqarolar mana uyiga mevalar ekadi. Ko'cha qirg'oqlarga meva ekadi. Shular to'g'risida shularga tavsiya. Olcha, gilos, olcha. Olchalar orasida cho'sa ham mayda meva beraveradi. Giloslarda ichki shoxlari ko'p, mana ko'pchilik qizg'anadi. Bu hamma shoxga mana gilos beravermaydi gullab. Oraliq bir qarashda xolos. Boshqa shoxlarni yengillatish kerak, siyraklatish kerak. Ikkinchi masala bodom to'g'risida. Mana bodomimiz bir yosh kesilgan, 2 yosh kesilgan, 3 yosh kesilgan, 3 yosh ekan. 4-yil. Kesgandan keyin mana bir joyda o'zidan 4 ta, 5 ta, 6 ta shox chiqib kelyapti. Mana bitta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta. Tagidan mana 6 ta so'ruvchi shox. 4-5 yoshgacha, 6 yoshgacha, 4-5 yoshdan keyin o'zi meva kiradi. Ana shoxlarni shakllantirib tashqariga mana qo'yish kerak. 3 tasini olib tashlash kerak, 4 tasini ichkarida. Mana bu yerda 2 ta, bittasini olib tashlashimiz kerak. Tashqaridan qo'yishimiz kerak, mana olib tashlash kerak. Ichki shoxlarni olib tashqi shoxlarni yo'naltirib olishimiz kerak. Mana hammasi shunaqa. 1 yosh, 2 yosh, 3 yosh kesgan, keyin kesilmagan. Uchidan mana 4 ta, 5 ta shoxlar chiqib ketgan, ichki shoxlar ham bor. Yoshlardan qilib siyralatib turishimiz kerak. Mana bu yerda ham mana shunaqa. Bir marta kesilgan, keyin mana 120 atrofida teva kesib qo'ygan, balatib ketgan meva. 4 ta shox lidrab turibdi. Bir-biriga yaqin zich. Bular to'ralasa ham hozir meva bermaydi. Tevasida yana qanchadan shoxlar bor. Shundan kesib tashlashim kerak, misol. Mashina qo'yishimiz kerak. Bu yerda yana yangi mayda shoxlar chiqib qoladi shunda. Mana ichki shoxlar nechta oshiqcha. 1 2 Mana qo'ysa bo'ladi, bu yoqqa ketyapti. Bu ham qo'ysa bo'ladi. Meva yotibdi bu yil. Mana 2 yil, 3 yillarda mana o'rtasidan olib qo'ysa mana buni qoladi. Chunki bir qarish bo'lib qoladi. Mana qo'ysa mana orasida olib tashlasa mana shu. Chunki bir qarish shoxlar orasi 25-30 bo'lishi kerak. 4-5 yoshgacha tarbiyalab olmasak, keyin katta bo'lgandan keyin majbur bo'lamiz. Kecha hisob, ketma hisob bo'lgandan kesishga. Bu yil ob-havomiz issiq keldi. Odamlarimiz qandaydir yapasi kasallik kelib, mevalar qurib yetilmasdan mashina bo'lib qoldi. Shularni terib tashlash kerak, qoqib tashlash kerak mevasini. Mana sho'r tushgan, shira tushgan bodomlarni dorilamag'an ham ahvol. Meva kirgandan keyin. Ekkandan keyin qaramaymiz, dorilamaymiz. Qancha osh shoxlar bor mana. Uchta orasini olib tashlasa, bu qolsa ham olib tashlash kerak. Orada bir qarashdan joy bo'ladi, hech bo'lmasa shunda.
hozir men bir ish bilan chiqdim mahallaga. Endi o'zimni yo'paramga kelib ko'rsataman. Mana balatib o'sib ketgan simga tegib qoladi deb turibdi odamlar. Mana kasal tushib yetilmagan ular qoqib tashlash kerak. Mana kasal tushgan odamlar hammasi turibdi miyasi bilan. İçide o'shancha shox. Miya bergan shoxlarim ko'rinib turibdi. Hop endi mana bu bodamimga necha yil bo'ldi? 10 yilga yaqin bo'ldi. Avazbek. Assalomu alaykum. Mana o'zimni yo'paramga ekkan bodam. Shu bodamni qanday desam bo'ladi? 1 yosh ko'chat ekkanman. Bo'lsa shunday edi. Shuni kesib, atirgulni tikanidan o'rab, mol qo'ylardan parvarish qilib, katta qilganman. Shakl berib, necha yil, 5 yilcha bo'ldi, miya kirgani 5-6 yil bo'ldi. Shakl mana shunchalik bo'lishi kerak mana. Yana shoxlar bitta, ikkita, uchta. Asosan 4ta, 5ta. Mana bunisi ham yana shoxlar 3ta, 6ta qo'yilgan. Bular o'sishdan to'xtagan mana, tevaga o'smaydi shunda. Mana shu odamlar shu uyda gullaydi, shu yerda qoladi, oshcha. Kichik bo'lmaydi o'ziga. Nagruska bo'lmaydi. Mana bularni sal balatib qolgan. Ularga qaraganda 4ta lider, 5ta o'g'on. Quyosh, oftob bemalol tushadi mana. Bunda 4ta qolgan. Yondan bitta nab tashlabman. Mana bunda mana bitta, ikkita, uchta. 4ta, 5ta, 6ta yana shox qolgan. Mana qo'shnilarni ham bodomiga qarab berib turamiz. Mana ular ham yetishib qoldi. Uni kesib berganman. Har holda sal mana so'rovchi kuchayib ketdi, tevaga o'sib ketgan, qaytarganmiz. Mana qo'shnimniki juda yaxshi ketyapti mana. Mevaga kirgan. O'zi yosh bo'lishiga qaramay mevalari mevaga kirgan mana. Mevaga kirgan yili kasal tegib mevalar yetilmagan. Bizda katta odamlar ham hammasi shunaqa bo'lib qoldi. Mevalari polностью kasal tegib qoqib tozalab tashlaganman. Meniki ham polno shunaqa qora meva edi. Po'sti bilan qotib qolgan ustida. Bir 5-10% terib oldi xolos pishgan meva. 90% mevasi nobud bo'ldi. Buni kasalni hozir bilmayapmiz. Hech kim bilgani yo'q. Nimadanligini. Kimdir issiqdan deyapti. Issiq bundan oldingi yillar ham bundan boshqa kuchli bo'lgan. Lekin bu boshqa kasallik bo'lishi kerak. Endi bu xonaki dehqonlarga, uy sharoitida meva qiluvchilarga bodam bo'yicha sizlarga kontent bo'ldi. Mana bir bodamimiz tagidan kasal bo'lib qurib qoluvdi. O'tgan yil ekkanmiz qo'ng'iz bodam o'rniga.
Salomat bo'lamiz keyingi videolargacha.